Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva House obunachilari. O'rtoqlar, bugungi sana 10-iyun haftani chorshanba kuni Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Sarka, Chernevka mahallasidamiz. Azizbek ukamizning koshxonasiga kelganmiz. Assalomu alaykum Azizbek. Assalomu alaykum. Odil aka zo'misiz? Zo'r, Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Ha, Xudoga shukr. Qanaqasiz? Obunachilaringiz bir siz ham zo'rlaridan olib keling, kattalaridan deyishuvdi. O'shanga bino olib keldik, mana kattalaridan semental gibrid bor. Sut emdining puliga qo'yib beramiz. Sut emdi semental buzoni puliga har doim aytaman, bunaqa narxga qo'yib bermaydi hech kim. O'tkazing. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, semental gibrid. Narxi nech pul do'stim? O'tkazmang, to'xtab turing. 19 million. Odil aka. Bunisichi 19 million. Jupiga 18,5 ga ketadi. Mana. Bo'yni balandliklari necha qo'yamiz? Xo'p, 1.30 gacha qo'yamiz bular. Bularni har doim chiqarayotgan videomizda ekan 12 millionlik mol emas. Aylantir. Hozir shunaqalaridan ham bor, to'g'rimi? Shunaqalardan ham bor. Hop, kattalarni ajratamiz. Aylantir, qayta bizga qara. Qarang, 18,5 dan. Xo'sh, mana bu qo'shilyapti. 18 dan bo'ldimi o'shanda uchalasi? 18,5 dan ketaveradi uchalasi. Mana. Sifati zo'r. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib oringlar. Bular necha oylik biz olasizmi? 7-8 oylik. 7-8 oylik. Bo'yni balandligini bu quyusiyu 1.20, 1.25 qo'yamiz. Mana, olasangiz metrga hisob qo'yib ko'rish mumkin. Bular mana boshqa kanallarda ko'ryapmiz 23, 22, 20 chiqarishyapti. Mana 18 ga qayta. Bular paroda, nobodo o'ylashmasin. Mana buni hayda bor. Nobodo o'ylashmasin. Arzonchi mol deb. Oh, mana buni cho'rniy piyostra. Uni ham o'tkazing, ha. Mana ikkinchi semental gibridimiz kelyapti. Xo'sh, 5 ta bo'ldi. Hozir bechalasi narxini kattalarini bitta chiqarib beramiz inshaalloh. Bo'l. Mana bunisi ham bor. Bunisini ham ko'rsatib beramiz. Qarang do'stim. Eston bilan qorani qo'shga. Azizbek do'stim. Kattalarining eng qimmatini nech pul qo'yamiz? Eng qimmatini. Eng qimmati mana shu 2 kilo. Voy, Eston. Mana gibrid. Mana. 7 ta bo'lib ketdi-yu bularning. O'tib ketib qoldi ola. Olasizmi? Bo'l, olani men o'zim aytdim. Olani aytinglarchi. Ke. Chiqarib olaylik, olani chiqaraylik. Barakasini bersin mana. Ketdi, hop. Bo'ldi mana 6 tasini bir joyga aytamiz. Bular kattalari. Iloji bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, qo'lingizda pulingiz bo'lsa, oling, maslahatim. Jonzotga pul tikish kerak. Chorvada baraka. Shunaqa odamga. Hozir shu paroda mana biz aytayotgan narximizni kamida boshqa savdogar qo'lida bo'lsa 7 million qimmatiga aniq aka. Sotishi aniq. Kimligini aytmayman, o'zimizdan shu chiqaradiganlar shuni savdo qilishdi. Yo'q, uni emas, unaqa ma'noda emas. Men chiqarayotgan buqalarim ichida g'unajilaring arzon. Shunaqa ma'noda gaplashaylik. Qo'yir, ularni eslamaylik. Anaqada, prosta men obunachilar uchun sotmayman. Bir joyga nech arzon chiqaraman degan maqsadda sotmadim, aka. Bir joyga nech pul qo'yamiz? 6 tasini bir joyga. Qo'li qolma, o'ylab javob ber aziz. 18,5 milliondan ketadi. Kami yo'q lekin. Odil aka. So'rashmasa, tayyor bo'lib telefon qilasiz. Bexayr bo'lamiz, ana bo'lsa, men senga mana tartibli gapirdim unda, qani? Shogird Toshkentga dastavka qilib beramiz. Toshkentga mayli ana, shu bizda anaqa bo'lsin, yordam. Zo'roqlarga, Toshkentdan chetroqlarga mashina topib beramiz, narx-navosini yumshoq qilib gaplashib, o'zligi yo'l kirasini berib yuborishadi. Keturadi. Lekin savdasi bor-da. Savdo qilamiz, do'stim. 19 tasini berardim unda. Qara, 6 tasini bir joyga 18,5 dan bo'lsa, Samarqandgacha dastavka qilib beraylik. Qilib beramiz, Odil aka. Shu joylarini ham aytib ketaylik. Mana bularni. Hurmatli obunachilar. Mana buni qarang, ustoz. Eslatib ketyapman. Sizlarga yana bir marta qaytarib, takror gapirishim mumkin. Gapirishdan ham to'xtamayman. Hozir oling, baraka topasiz. Hozir olib 6 oy boqib, kuzda qochirib qo'ying. Erta bahorda qaytara olmaysizmi shularni o'najini olamiz qo'ysa? Nima deganingiz bu? Olamiz. Hozir bular aytgandek obunachilar sizlarga kichkina ko'rinishi mumkin. Telefon har xil ko'rsatadi deb baribir. Bular qochmada turgan mollar hozir borib buqa qo'yib yuborsangiz bo'ladigan razmerda turibdi. Ha, endi sal kichikroqsigacha bo'lib qoladi-da. Bularni yoshiga mana iyun, iyul, avgust
sentyabr 4 oy o'tkazib qo'yib qochirsa, katta Va sigir unda bo'ladi. shikalat bo'ladi, Zo'r ya. bo'ladi. Tishlari buziladi. Ma'mulani Biladi, hali turmushga ana maktab bitirmay erga berib qo'ysang, bunaqa ham bo'lmaydi, jo'ra. Bu aynisi Estonning originali mana ustoz. yo'qda nima bor? 30 ga Yo'q, beramiz. o'ting. Ha. O'tib ketmasin. Ha. Mana bu qatorimizni do'stlar biz 18,5 milliondan kelishadigan joylar bor inshaalloh. Hozir yana bitta sizlarga zo'r eksklyuziv yangiligimizni ko'rsatib beramiz. Buni aytib o'taylik, Nobodo ikkita olaman, uchtasini olaman deysa, Unga ham sotiladi. ha? 18,5 milliondan kami boshlanadi, 21 milliongacha tanlab olishsa. Endi 20 Chunki mana mollachi bir g'alati-yu. Men sen erkalanib ketmayapsanmi? Yo'q, ustoz, mana bu narsalarni 21 ga ham bozorda bermaydi. Men arzon aytyapman. Libboy bilan sporga o'ynayman. Mana shu bolalarni Libboy chiqarayotgani bilan sporga o'ynayman. Mana shu molni hozir qo'liga tushsa-ki 25 chiqaradi. Xo'p. Men unaqa demayman u. 21 gacha tanlab olishdim. Mana bularni qarang, mana Eston bilan mana buni qarang. Nari qilsin. Mana. Eston ham bekini yuribdi. O'rtoq, tanlab olishga sal qimmatroq, 21 ochkoni 20 deylik. Yo, men bitta yo ikkita tanlab olishsa deyman. Agar 3 ta 4 ta olishsa, yana pasayaveradi. Bir joyga olishsa 18,5 million. Bir joyga olishsa 18,5 million. Yutqizishmaydi, ustoz. Asabiyni bizman senga siqilish mumkin emas, palonim. Asabiylashmasan. Keling, bu yoqqa o'tamiz. Endi o'zimizning mavzuga qaytamiz. Voy, bu meni durlarim. Cho'p tiqmagan lekin. Go'zalligini qarang. Shu qarab turing siz. Ketib qolmasin. Kelsan. Kir ichkariga, qarang. Qo'shilib ketmas, buni addini olamiz. Buni ham aytib o'taman. Soni nechi bosh? Bu 12 ta, Odil aka. Xo'p, 12 ta. Shu yerda o'zida aylantiring, qarang. Xo'p bo'ladi. Tezlashtiring. Eng arzon nechi pul qo'yamiz shulardan? Bulardan 12 milliondan 13,5 gacha qo'yib beramiz. Qani 12 millionlik? Mana. Shumi? Mana shu. Orqalarini oling buni. Voy, bu anaqa yo'q. Yog'ochligini qarang. Menga haydab yuborgan orqasi ko'rinadi. Orqalari ham zo'rda. Yaxshi sutli g'unajim bo'ladi. Kinnelarini qarang, jonivorni, kinnelarini. Ustoz, bitta narsa aytaman. Xo'p. Har videoda aytaman, bu maqtanishdan emas, yo kibrdan emas. Prosta bo'ladigan narsani aytaman. Hamma joyi ko'rishsin, oxirida bizga kelishsin. Ishligi bitadi. Unaqasiga o'ynaveramiz. Ha. Hozir men aytadigan narxi, men yirtib yuboraman deydigani ham qo'yib bera olmaydi unaqa narx. Aniq. Bunaqa molga qo'yib bera olmaydi. Bunaqa rangli, bunaqa kelishgan joyiga qo'yib bera olmaydi. Hamma narsasi narxi bilan. E'tiboringmi, obunachilaringiz kutib. Ayting, mana shu qarang, tanlab olishga necha pul eng qimmati? 13,5 million. 13,5 million. Xo'p. Eng arzon 12 million. 12 million. Aytilgan summada savdo bor deb. Savdo bor. Bo'ldi. Savdo bor. Shu yerda o'zi bitta ko'rsatib ketaveramiz. O'tib ketmasin. Mana, qoralarni ko'ryapsizlar. Aylantir, qot, aylantir. Ichida sheyt ham bor, sho'rni pil. Mana jersini qarang. Ustoz, mana jersi. 100% javob beramiz jersiligiga. Yelinlarni qarang, hammasinikidan katta. Aylantir. Jersi mana o'zi baland bo'lmaydi. Mana qarang, bu qatori bo'yni balandliklarini qarang, nima deb qo'yamiz? Bo'yni baland. 1.5 dan 1.15 gacha qo'yamiz. Mana ular 1.15 ga chiqib qoladi. Birdan deylik. Birdan 1.15 gacha qo'yaylik. Bir mayli. Boyga endi noto'g'ri tushunib qolishmasa, blogerlarga ha deb yotibdi deb. Yo'q, mana kelsa, ko'zligi bilan arzon joyi yo'q. Bundan arzon joyi yo'q. Bundan necha kun bo'ldi, ustoz? 3 kunmi bo'lyapti hozir anu 26 ta molni sotib olganimizga Namanganga videosini qo'ydik Chorvoq House-ga, ko'rib olishsin. 12 milliondan chiqaruvdik. 100 ming so'mdan xayronot berdi, olib ketdilar kelib. Xursand bo'lib, dastavkasi kim qilib berdi? O'zlari qilib oldi. 100 mingdan biz o't berdik, bo'ldi. Dastavkaga. Ha. 20 o'zi 2,5 million gaplashdik. Barakasingiz, aylantir, qotib qolsin aziz. Aylantir, ha. Sen o'tib ketib qolmasin. Tanajoni yeb ichishiga javob beramiz. E'tiborqon endi buni cho'zib o'tirmasdan bir joyga qani? Bir joyda 12,5 milliondan bo'lsa ketadi, aka. 12,5 dan. Aylantir, qani? Bitta shunda aylanversin. Daryodan aylan, devor bilan aylansa, biz bundoq qilib turaveramiz. Orqa oldi hammasini kelgan, qiyshuv qing'iri yo'q. Oyog'i tuyog'i ko'chayotgani yo'q. Butun hamma narsasi soppa-sog' ko'rib olib, tekshirib, xohlasa bir kun shu yerda bizni mehmon qilamiz, yeb ichib, buni yeb ichishini ko'rib ketishadi. Namanganlik akani ham shunaqa qildik. Bir kun oldin keldilar, 3 mahal yeyishini ko'rdilar. O't ketyapti, ey.
Barakasini bersin. Manzilimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Chernevkada. Telefon raqamlarimiz esa 99lik kod bilan 872 28 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, shunaqa sifatli buzoqlarni olishinglarni men tavsiya beraman. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. 25, 26, 27 million qimmatiga olasiz, lekin sizga 25 millionga ikkita buzog'ini berib, 6 oydan keyin o'zi qaytarib olaman degan joydan olmaysizlarmi mana sizlar? Zo'r-ku. Jersi ham bor zo'tda. Onasini tanimayman men lekin. Mana do'stlar. Xo'sh, Jersini yana bitta yengillikni aytib ketamiz, Azizbek. Aha. Bir joygacha 18 tasini bir joyga oldim deganga nech puldan beramiz? Qiqiruv qilib yuboraymi odamga? Show qilib yuboraymi? Polvon, o'zing, mana bilasan, To'ros palasida bitta man turib, bu yoqda sen turgin. Faqat trampolindan sakragan, men kim uchib ketar ekan? Ertaga meni boshim gurt tashamasmikin boshqalar? Yo'q, qani? 14 milliondan ketdi bir joyga, aka. 14 dan, ha? 14 dan qiyu-suyu katta kichkina aralash ketdi. Naqd kelib sanatsin bo'ldi. 14. Onlayn savdomiz yo'q. Naqd sanatsin bo'ldi. Onlayn savdo ham bo'lishi mumkin, faqat pulni tashashadi, mol keyin chiqib ketadi. Mana. Mana. O'rtoqlar eng sifatli, eng zo'r joyga keldi. Aytadi-yu, qachon olasiz? Bo'ldi-da, keyin bekitib, katta qizga berasiz. Sef ochasiz, yopasiz, siqasi chiqib ketdi. O'zi bo'lsa 3 bochka yo 5 bochka pulingiz bordir. Uni 6 oydan keyin kelsangiz ham kamaysa kamayadi, ko'paymaydi. Lekin o'sha 3 ta yo 4 ta pachka pulingizni chorvaga tikib qo'ying. 6 oydan keyin xudo xolasa nima deysiz? 14 milliondan bor-ku. Bozorda ham bermaydi. Mana shu kichkinalarni ham men o'zi yengil chiqaryapman. Maqsad biza bilasiz, yong'oqni shaqirish qurga o'ynaydigan bolalarimiz. Yoqadi. Chiring chiq qilib turadi-da. Ola olmaydi hech kim bunaqa narxda, hech kim sota olmaydi ham. Men qo'yayotgan narxda hech kim qo'yib sota olmaydi 14 dan. Mana quyu-suyu olsa 14 dan ketdi. Xolasa 12,5 dan uni olishsa 18,5 ga buni olishsin, puli yetmagan odam. Yo'q, men bir joyda olaman, pulim bor deysa 14 milliondan shuna sanasini ketdi O'zbekiston bo'ylab. Keturadi. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Manzilimizga keladigan bo'lsak do'stlar, Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Chernevka mahallasidan Chorvachi Aziz. Obuna ham bo'lib qo'yinglar, o'zimning kanalim ham bor. ha, o'lib ketdi.